2026-yilda umra safarlariga narx-navosi qanchadan bo'lyapti? Ya'ni umrani niyat qilgan akalarimiz ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsa, videoni boshida bittadan like tugmasini bosib ketishlarini so'rab qolamiz hamda like bosgan qo'llaring muborakabatullon ushlashini tilab qolamiz akalar. Bo'lmasam biz boshladik. Biz hozir Marg'ilon shahridamiz, ya'ni Centrum Holdingga yetib kelganmiz. Narxlarni juda ham bir arzon qilib, zo'r qivordik deyishyapti akalarimiz. Bo'lmasam biz bir boshdan akamizdan. Assalomu alaykum aka, yaxshi keldingizmi? Charchamang aka. Doğalasa aka, obunachilaringizga to'liq ma'lumot bersa, 14 kunlik umra safari bo'ladi. Standart paket bo'ladi. Bizda hozir ikki xil tarifimiz bor. Ham komfort, ham standart paket. Hozir standart paketni aytib o'tamiz aka. 14 kunlik umra safari bo'ladi. 2 kecha 3 kunimiz Madinada bo'lishadi. 11 kun Makkada bo'lishadi. Madinada Gasnissa oralig'imiz 100 metrdan 300 metrgacha bo'ladi. Makkada esa 1,5 kilometrdan 2,5 kilometrgacha bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taom beriladi, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taom beriladi. Malakali 50 boshlarimiz birga ketib, birga keladi 14 kun davomida. Mabodo ba'dan to'g'ri kelmasa, ba'da yo'l boshchimiz olib ketadi, ada 50 boshlarimiz kutib oladi aka. Madina sayohatda Ravza, Qur'on mosmonasi, qolgan sayohatlar o'z ichiga oladi. Makka sayohatida esa umra amal, firma tomonidan Qizil dengizga hamda Toyib shahriga ham sayohatlarimiz bor. Bir barakaga 2 marta umra amal qilish nasib qiladi aka, xudo xolasa. Endi bu standart paketimiz bo'ladi aka. Endi standart paketda qaysi kunlarga reyslar bor deyishadi aka. Reyslarni aytib o'tamiz. 7-kuni Farg'ona Madina yo'nalishi, 10-kuni Farg'ona Madina, 14 Farg'ona Madina, 17 Farg'ona Madina, 18 Farg'ona Madina yo'nalishida reyslarimiz bor. Oyda oxirigacha bor. Reyslarimiz bemalol aloqaga chiqishaveradi. Namangandan esa 11-kunga bor. Namangan Jidda yo'nalishi bu ham oyda oxirigacha bor. Toshkentdan esa kunora reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqishaveradi aka. Juda zo'r. Yana qanaqa paketlar bor dedingiz? Bizda komfort paket bor. Bu standart paketimizning narxlari esa $1050 qilib beramiz aka. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Endi komfort paketimiz bo'lsa 13-kuni Farg'ona Jidda yo'nalishida reyslarimiz bor aka. Bu komfort paket bo'ladi. Madinada Gasnissa oralig'imiz 100 metr bo'ladi. Makkada esa 1-2 kilometr bo'ladi. Madinada ham 3 mahal o'zbek milliy taom beriladi, Makkada ham 3 mahal o'zbek milliy taom beriladi. Xudo bu o'zimizni qora akamiz ketadi, 50 boshimiz Nizomiddin hoji akamiz 14 kun davomida sayohat ibodatga birga borib birga keladi. Bu sayohatlarimiz ko'p bo'ladi. Madinada nimalar kiradi sayohat deysa, Madinada Mehrob Toyibada turishadi Gasnissamiz 4 yulduzli. 100 metr bo'ladi. Madina sayohatimizda Masjid Nabaviyga, Ravzaga aka, Qur'on bosmaxonasiga, Qubo masjidiga, Uhud tog'iga, ikki qibla masjidga, Xurmo bog'ida sayohatlar bo'ladi, ziyofatlar bo'ladi. Bu Madina sayohatimiz. Makka ziyoratlarimizda esa Qizil dengiz, G'iror g'ori, Savr g'ori, Arafot tog'i, Muzdalifa, Jamorot, Masjid Al-Jini, Xadicha onamiz maqbaralariga sayohat hamda firma tomonidan Toyib shahriga ham boriladi. Bu komfort paketimiz bo'ladi. Bunimizning narxi bo'lsa 13-kuni Farg'ona Jidda yo'nalishida tushadi. Sanoqli joylarimiz qolgan $1100 qilib beramiz aka. $1100. $1100. Standart paket nech pul dedingiz? Standart paketimiz $1050 aka. $50 naznisa qilyapti. $50 naznisa qiladi aka. Juda go'zal. Endi uni dokument ishlari, hujjatlariga. Hujjat bo'lsa birinchi o'rinda Zagran pasportlari bo'lishi kerak. Bizga tashlab berishadi. Onlayn joylarni bron qilishsa bo'ladi. Ma'lum miqdorda bank raqami, ish shot raqamimizga xohlasa 100% tashlab berishadi, xohlasa ma'lum miqdorda tashlab berishadi. Qo'llariga chek beradi. Xohlasa vodiydan olishadi, kelishadi ofisimizga, pasportlarni olib kelishadi, biz olib qolamiz, kirgizamiz, maxsus kassalarimizga kirib to'lov qilishadi aka. Endi qarang. Misol biz hozir Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri deyapmiz-ku, bizda Qashqadaryo, Surxondaryodan ko'rayotgan akalarimiz nima qilishadi? Ular onlayn bron qilishadi. Onlayn O'zbekistonda 12 ta viloyatda 12 ta viloyatga xizmat, Tojikiston, qolgan qo'shni davlatlarga ham bemalol bemalol qo'shni davlatdagilar ham aloqaga chiqsa bo'ladi aka, bemalol. Ya'ni ekranda pastdagi raqamlarga ijtimoiy tarmoqlardan faolsizlar aka. Aka, bexijolat. Telegram, WhatsAppdan bemalol yozishlaring mumkin. Xo'p, keyin u yoqdan olib kelishsizlar, misol Zamzam suv qanaqa? Qaytishayotganda o'zi 5 litrli firma tomonidan Zamzam suv beriladi aka. Bemalol olib kelaveradi. Albatta, doktor, tabib xizmatlari ham bor. Doktor xizmatlarimiz bor, hamshiralarimiz bor, faqat bu Makkada bo'ladi. Ayollarga, erkaklarga doktorlarimiz bor, bexijolat qanaqa muammo bo'lsa qarashadi aka. Agar qandaydir haligi yosh katta otaxon onaxonlarimiz yurishga qiynalib, ya'ni aravachasi bo'lsa, bemalol olib borish. Ba'da olib olsa, navarot qiynalishmaydi. Aeroportlarni ham
o'tirib bo'ladi hamma u pul ham to'lashmaydi u bagajga ham o'tmaydi mutlaqo bepul. Ha, shunga misol bagajga yuk, misol 10 kiloga ruxsat bo'lsa, bu kalasga yuk hisoblanmaydi. Hisoblanmaydi aka. Juda go'zal. Qaytayotganda suv ham yuk hisoblanmaydi. Hisoblanmaydi aka. Juda go'zal akalar. Ana qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tyapmiz. Yana qanday savollarimiz qolib ketdi? Behijolat aka telefon qilishda shaxsan o'zim javob beraman. Qana savol, qana javob bo'lsa bemalol aloqaga chiqishaveradi aka. Agar shu territoriyadan, ya'ni Farg'ona shahridagilar yoki Andijon Namangandagilar kelib siz bilan uchrashmoqchi bo'lsa, to'liqroq adres tushuntirsangiz. aka. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasi 692-uyda video olyapmiz. Litsenziya shu yerga bering. Shunaqa. Stansiya, poyezd vokzali deysa hamma biladi aka. E'tibor beramiz, hozir tashkilotlar ko'p, lekin atagi 14 dona Centrum Holidays katta o'sha firma deyiladi. Litsenziyali firmasi akalar. Bemalol telefon qilib, o'zlaringni qiziqtirgan savollarga, ya'ni ijtimoiy tarmoq orqali Telegram, WhatsAppdan ham savollarga javob olishlari mumkin. Bo'lmasamiz kadrda yakunladik. Shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. 2026-yilda Umra safariga boraman degan akalarimizga ushbu videoni tarqatib qo'ysangiz, agar o'sha inson albatta hissasi qo'shib Umraga borib kelsa, siz ham bir savob ishga qo'l urgan bo'lardingiz. Aka, sizga rahmat. Sog' bo'lasiz, charchamang.